Assalamu alaykum, Aşpaz Torbektimizning qo'llag'ichlari, ko'rurman do'stlar. Biz bugungi programmamizga davlatlik oliy darajalik aşpaz, Xotan diyardagi danglik aşpaz. Mening kasbdashim ham yaqin do'stim Ahmadjon Ostamni alay taklif qildik. Assalomu alaykum Ahmadjon. Va alaykum assalom. Unda bo'lsa Ahmadjon, bugungi shu taomni bir tunishtirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bugun chiqarmoqchi bo'lgan taomimizning ismi oltin shirin kavsi. Bu men 17 yil oshpazlik qilish hayotimdami anglab baxmagan, ko'rib baxmagan alayda bir esil taom ekan. Unda bo'lsa mana shu oltin shirin kavsi ketarlik bir xam materiallar bilan tanishib o'tgan bo'lsak. Bo'ldi. Buningga ketarlik materiallar hammasi tabiiy bo'lib, bu sho'pidan xoli. Buning ketarlik xam materiali seriq oltin kava. Buningga ketarlik quruq meva-chevalardan yong'oq meg'izi, badam meg'izi, quruq yedimish uzum, chilan, gula, xoma, yana uningdan boshqa xohlagan quruq mevalarni o'zinglar yoqtirib yeydigan quruq mevalarni qo'shib iste'mol qilsanglar bo'ldi. Mana biz yuqorida oltin shirin kavaga ketarlik xam materiallar bilan tanishib oldik. Unda bo'lsa, buningga ketadigan tam xo'shlar bilan bir o'rtoqlashib bitaylik. Buning ketadigan tam xurishlari asal, seriq navat, sika. Demak bu intayin bir tatlı ham yeyishlik o'zgacha bir taom ekanda. To'g'ri. Haqiqatan tatlı chiqadi. Bo'ldi aziz ko'rmanlar, diqqatinglar davomli bizning ekranimizda bo'lsin. Biz hozir rasmiy oltin shirinlik kavani tayyorlash bosqichiga o'tib ketamiz. Unda bo'lsa Ahmadjon Ostam, buni tayyorlash usulini bir boshlab ketaylikmi? Bo'ldi. Avval boshlab biz bir kava tayyorlab olamiz, seriq. Bu kavani beshini kesib etgandan keyin buni adalib olamiz. Ko'rib turibsizlar, Ahmadjon Ostam intayin mahirlik bilan kavani bir damning ichida shu pullarni pak-pakiz adalab bo'ldi. Ondan keyin Ahmadjon Ostam buni o'tirdim. Yerib oldik ekanmi, shundaymi? To'g'ri. O'tirni yerib olamiz. Ondan keyin buni yana bir parcha qilib olamiz. 4 parcha qilib olgandan keyin buni o'rg'in olmoq osonroq bo'ldi. Buni 4 parcha qilib olish maqsadmi mavruhni ilib ichini pakizlashganda? To'g'ri. Anandan keyin buni qo'limizda olsak yaxshi bo'lmaydi. Boshqa narsa olsak chalinib qoldi. Cho'qim bir tal qo'shib qo'yish kerak. Konularımız etqandek her iş tam ketidi deb mana Ahmadjon Ostam bir laqatimda kavani intayin pak-pakiz urug'larni evatdi. Endi buni yalpaq qilib tilib olamiz. O'lchamli holatda. Demak buni to'g'raydi ekanmiz-da? To'g'ri. Buni yalpaqlab tilib olgandan keyin ta'mi ichiga bekroq singdi. Teximo ta'mi oshadi ekan, shundaymi? To'g'ri. Ko'rib turibsizlar, Ahmadjon Ostam o'zi Xotan diyorida danglik oshpaz bo'lib qolmasdan, mana shu pichoq ishlatishdimi? Intayin texnikasi yuqori bir oshpaz, Mana intayin takshi to'g'rilgan foydalanish uchun. Endi biz buni o'xshash shakl to'g'ri oldik. Buni biz muvofiq darajada mana shu qachig'a to'g'ri tizib olamiz. Bu shuni ichiga takshi tizib oldik ekanmi, shundaymi? Unda bo'lsa tizib olaylik. Buni tizgicha buning cho'qim o'ttirisini kavak holatda qo'yamiz. Buning ichiga soldigan xuruchlarni hamma shuning ichiga solamiz. Undan ustiga buni tizgan chaqdimi birisi-birisiga mingashtirib tizdik ekanmi, shundaymi usta? To'g'ri. Yaqinda Ahmadjon Ostam Beijingga berib 1 yillik kasbiy texnikasini
ve kasbiy iqtidorni oshirib qaytib keldi. Biz bundan keyin Ahmadjon Aslamninki kasbiy texnikasiga va bundan keyingi ishlariga zo'r utuqlarni tilaymiz. Biz bu yani şununla yumaloq holatda o'ttirni kavaq qo'ygan asosda hammani tizib oldik. Tekshir tizib oldik, shundaymi? Tizib oldik. Deb buni ichiga biz soldigan materiallarni mana shuni ichiga selib olamiz. Shuni ichiga soldik ham, shundaymi? Bunun ichiga yani yong'oq bilan badam meg'izi, shundaymi? To'g'ri. Bu yong'oq meg'izi, badam meg'izi. Ahmadjon Aslam buni shu aralashtirib solsak bo'lamdi, chuqum ya ret tartib bilan silishimiz kerakmi? Aralashtirib solsak bo'ldi. Unda o'z buni Manınki yumshoqlarni to'piga, qattiqlarni tikka selishlik sabab biz mayaga asal qo'ymiz saltirbaning ichiga. Bundan keyin tegidagi qattiq narsaga ta'm singish nisbati nihoyat to'g'ri bo'lib qoldi. Shuning uchun qattiqlarni tikka tizimiz. Bu mendan tushunishlik bo'ldi. Bunun tikka buni tizib oldik. Bo'ldi. Endi buning to'piga biz az miqdorda shakar chechib olamiz. Qanchalik miqdor chasak bo'ldi? 50 gram atrofda. 50 gram, shundaymi? Buni bal qo'shiq hisoblasak, taxminan bir 3 qo'shiq atrofida solsak bo'lamdi? 5 qo'shiq 5 atrofda. qo'shiq, shundaymi? 1 2 3 qo'shiq 4 qo'shiq 5 qo'shiq. To'g'ri. Esimada bo'lsin, mushu bal qo'shiqda taxminan 5 qo'shiq va 6 qo'shiq solsanglar bo'ldi ekan. Endi-chi? Buningga bir kavaga odatda 100 gram atrofda seriq navat. Buni sel olamiz. Buni butun solsak erimaydi. Shunga buni parchalagan asosda sel olamiz. Buni ushaq parchalar ekan, shundaymi? To'g'ri. Mush ustiga seriq navatlarni eng oxir soldik ekan, shundaymi? To'g'ri, to'g'ri. Hamda bundan keyingi mashg'ulotimiz-chi? Bundan keyingi mashg'ulotimiz buni 30 minut atrofda qasqonga selib dumlaymiz. Buni o'rda pishirib oldik ekan, shundaymi? Bo'ldi, unda bo'lsa, biz buni bir dumlab pishirib olaylik. Bo'ldi. Biz mana shu tayyorlab bo'ldik. Biz mana dumlaydigan qozonga suv quyib olamiz. Qaynamagan bo'lsa. Buni qaynab bo'lgandan keyin solamiz, shundaymi? Qaynab bo'lgandan keyin solamiz. Unda bo'lsa Ahmadjon Aslam suvi qaynab ketdi. Unda bo'lsa biz buni selib olaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Soldik. Üstüne tovoqni yepatamdik. To'g'ri. Biz buni 30 minut atrofda dumlagandan keyin shu kava pishib, bo'yam sog'an xuruchlar o'zlashib, ta'mi singishadi. Bu pishib bo'lguncha oraliqda biz shuni oldigan taqsini tayyorlab, chiroylab, yangicha usulda yana taqsini bezib olamiz. Voy, bo'ladi. Unda bo'lsa, qani biz bu taqslarni intayin ko'rgan bir bezab ko'raylik. Unda bo'lsa, Ahmadjon Aslam shu taqsini bezashni boshlab ketamiz. Bo'ldi. Aldılan taqsini quruq qilgan asosda biz taqsini hozir bezib olamiz. Buningga ishiladigan narsalar hammasi meva uyutmasi. Tabiiy bo'lgan holatda. Mush meva uyutmasi bilan o'zimizning texnikasi bo'yicha mush taqsini chiroyli qilib bezib olamiz.
Mana Ahmetcan ustam, taksini shunday chiroyli bezib oldik. Kavim pishib qoldi deymi? Qarab baqayli. Kava pishibdi. Mana. Endi biz kavani buning ichidan qasqandan o'tni o'chirib o'tib, O'tni o'chirib atgandan keyin oldik shundaymi? o'tni o'chirib o'tgandan keyin buni lo'ngidekmi, qog'ozdekmi bir narsa. Qo'l ko'ymaydigan holatda, o'sha yerda ehtiyot qilsak bo'ldi ekan. Ehtiyot qilib quloqlarni ko'ydirib olmanglar, ko'ramanlar. Buni Endi biz taksiga dumkim turamdik. To'g'ri. Buningki shirnisdan qozonga muvofiq miqdorda buning shirnisini qo'shib oldik ekanmiz. To'g'ri. Qo'yib oldik. Endi biz buni ustalik bilan mana taksiga birey olaylikmi? Bulda. Taksiga dumlab olamiz. Bunu dumkim turib olgandan keyin asta oldik ekanmiz buni shundaymi? Shunday bo'lsa, asaldan qancha miqdorda qilsak bo'ldi? Normal qo'ysak bo'ldi. Normal, Yeterli bo'ldimi? Yo'q, yana azroq qo'ydi. Bo'ldi. Asaldan muvofiq miqdorda qo'yib oldik ekanmiz. Endi bu asalni qo'yamqi kavaning chiqqan suvi bilan asalni birdan qaynatib olamiz. Buni birdan qaynatib olgandan keyin yo'l kraxmal bilan buning suyini azroq qo'yoltish kerak. Azroq suv yo'q. Bu tikki o'tib ketgandan keyin ta'mi toza yaxshi singishmaydi. Buningga bir muvofiq miqdorda yo'l kraxmal berdik ekanmiz. To'g'ri. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, mana qisqagina vaqt ichida Ahmetcan ustamning yuqori texnikasi bilan tayyorlangan oltin shirin kava bilan tanishib o'tdik. Ishimizki, oilanglarda sinab ko'rib, cho'qim tayyorlab qolasizlar. Shundaqla bizga bugungi bu taom tayyorlab bergan Ahmetcan ustamga alohida rahmatimizni aytamiz. Rahmat Ahmetcan ustam. Sizlarga rahmat. Buni ko'rguvchilarga rahmat. O'rganuvchilarga rahmat. Hammanglarga rahmat. Hammanglarga rahmat.